Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yangi videolarimizni sekin-sekin joylab boryapmiz bu yangi kanalimizga. Videolarimiz ham 10 tadan o'tib qoldi. Ya'ni o'zimni videoyim, o'zimni shaxsiy ma'lumotlarimni o'rganaman deb bu yangi kanalni ochganman. Kommunal sohasida o'zimni shaxsiy ma'lumotlarimni o'rganib boryapman. Bundan oldingi videolarimda aytganimdek, shu gaz sohasida, ya'ni tabiiy gaz sohasiga o'zimni shaxsiy xonadonimga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni o'rganyapman. O'zimniki bu shaxsiy. Bundan oldingi videolarimda ham aytgandim qisqacha. Shulardan yana biri mana shu o'rnatilgan xonadonimga o'rnatilgan gaz hisoblagichda Texnopark servis degan tashkilot orqali shu oldida zavod raqami bo'lar ekan, cho'chiydi. Shu zavod raqamini yozib olib turib, shu zavod raqamiga qarab turib, shu Texnopark servis operatoriga telefon qilsangiz, ular olib sizga ko'tarib, qo'ng'irog'ingizni ko'tarib javob beradi ekan. Shu oldidagi zavod raqamini aytsangiz, agar sizga biriktirilgan bo'lsa, sizni ism familiyangiz chiqadi deb menga masalan ular ma'lumot berishdi. Men o'zimni bitta xonadonimnikini aytgandim, u xonadon chiqdi. Yana bitta xonadonimiz, yana bizniki chiqmadi, bazadan chiqmadi. Bilmayman, ular operatorlar shunaqa deb javob berdi. Buning uchun o'sha tuman gaz hududingizga uchraysiz, shular to'liq ma'lumot beradi deb shunaqa dedi. Bu ma'lumotlar men uchun qiziq bo'ldi, chunki o'sha ijtimoiy tarmoq orqali buni yana qayerdan bilsa bo'ladi deb qiziqib o'tirib ijtimoiy tarmoq orqali istaganimda o'sha Texnopark servisda ma'lumotlari kelib chiqdi, nomerlari, o'sha operator call centerlari, shularga yozib olib turib telefon qildim. Ko'tarib turib o'sha oldidagi aytganimdek zavod raqamini ayting dedi, shuni aytdim. Bitta hisoblagichimga chiqdi. To'g'ri, sirazi tuman, shahar, viloyatim o'zi sirazi aytdi. Yana biri umuman chiqqani yo'q. Ikkinchi o'sha aytganimki ham chiqqani yo'q. Uni bilishingiz uchun o'sha hudud gaz ta'minotiga murojaat qilsangiz, shular ma'lumot beradi dedi. Men ham shuni o'zim uchun mana ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotganim uchun o'zimga ma'lumot qilib, mana yana buni ham kompyuterdan chiqarib shaxsiy ma'lumotlarimga, fayllarimga qo'shib qo'yapman. Chunki bu yaxshi ekan. Masalan, qiynalib o'tirmaysiz ekan. Mana ijtimoiy tarmoqdan nomer topasiz, terasiz, ba'zida bor yo'qligini aytadi ekan. Men bir 3 marta adashmasam yoki 4 marta telefon qildim. İşte bu qayta balki bittasida adashib qolgan bo'lishi mumkin, ikkinchisida yana bir nima bo'lgan bo'lishi mumkin deb bir 4 marta telefon qildim. 4 marta telefon qilganimda ham shunday javob berdi. O'sha aytganimdek, birinchi masalan bitta hisoblagichimni zavod raqami bilan to'g'ri chiqdi. Yana bitta hisoblagich raqamimni aytsam, u chiqmadi. Hozir shu sharoitlar yaratilgani ham yaxshi bo'libdi, chunki buni bor yo'qligini bilib olsa bo'laveradi ekan. Keyin u operator menga aytdiki, bu agar dedi sizni gaz hisoblagichingiz ma'lumoti bizda bo'lishi uchun dedi, o'sha gaz ma'lumot bazasiga kiritilgan bo'lishi kerak deb shunaqa dedi. Shundan keyin bizda ko'rinsa, bizga mana telefon qilganingizda biz sizga baza orqali mana ma'lumot beramiz dedi.
Shuning uchun men ham yana o'rganyapman. O'zimni bu yangi kanalimga kommunal sohasidagi o'zimni shaxsiy kommunal sohamni o'rganyapman. Buni o'zim aytganimdek, bundan oldingi videolarimda aytganman, fayl papkalar olib kelganman, listlar olib kelganman deb hammasini chiqarib qonuniy moddalari bilan kompyuterdan chiqarib o'zimga fayl qilib olib qo'yyapman. O'zimni kommunal sohamni bilib qo'yganim ziyon qilmaydi, chunki buni foydasi bor ekan. Oldin o'ylanib yurardim, qayerga istab kimdan so'ray, qanday bilsa-da, mana ijtimoiy tarmoqlarga ulangandan keyin har bitta bir tashkilotda qaysidir joyda call centeri nima qandaydir xizmat ko'rsatadigan nomerlari bor ekan. Shular bilan bemalol kerakli o'ziga ma'lumotlarni topib bemalol olsa bo'laveradi ekan. Bu juda qulay, chunki har bitta nima deydi, o'sha qaysidir bir tashkilot kommunal xizmati bo'lsa ham o'zingizni hisob raqamingiz orqali bemalol bilib olsangiz bo'laveradi ekan. Men mana o'zim tabiiy gazda aytganimdek hisoblagichni o'sha orqali tekshirdim. Qiziq ma'lumotlarni oldim. Bu menga o'zim uchun kerak bo'ladi. O'zim bu shaxsiy ma'lumotlarim, ya'ni o'zimga o'rganayotgan ma'lumotlarim o'zim uchun. Xo'p, oldindan hammanglarga rahmat. Kuzatib boringlar. Mana o'zimni kommunal sohalarimni sekin-sekin o'rganib qo'yib boryapman. Foydali bo'ladi degan umiddaman o'zimga.